Odamlarda erkak bilan ayolning o'rtasidagi aloqani iymon bog'laydi. Allohdan qo'rqish asosi ustiga quriladi. Endi dunyoparast odamlarda moddan ustiga quriladi. Masalan, brachniy kontrakt deb qo'yadi, mana bilasizlar, g'atta eshitgansizlar. Turmushga chiqadi, kontrakt tuzadi. Mabodo ajrashsak, menga moncha, senga moncha. O'shuning uchun iloji boricha boyroq odamga turmushga chiqishga harakat qiladi bu g'arbli ayollar. Qari bo'lsa ham, puli bo'lsa ham, lekin nimasi bo'lsin? Qarang, u turmushga chiqqandagi niyati buzuq o'zi. Unga turmushga chiqadi, 1 yil, 2 yil yashaydi-da, ozgina sabab bo'lib qolsa ajrashadi. Chunki maqsad nima edi ulardan? Maqsad undan yulib olishligi. Ammo musulmon ayol musulmon erkakka tegar ekan, musulmon erkak musulmon ayolga uylanar ekan, Allohning roziligini o'ylab turib turmush